2 kundan beri bir masalaga yechim qidiraman. Alloh taolo Qobiljon rahmatiga olsin. Qo'shnilarimiz tojik xalqiga o'z ta'ziyamizni bildiramiz. Shu muammoga qanday yechim bera olasin deb rosa o'yladim. Kichik bo'lsa-da bir qadam tashlamoqchiman. Inshaalloh yanvar oyida 10 ta migrantlikda qiynalib turgan odamni inshaalloh ishga olishga, jamoamizga qo'shishni niyat qildim. Nima kasb bo'lsin, halollikni kasb qilgan bo'lsa bo'ldi. To'g'ri, bu bir kichik qadam, arzimas narsa tuyuladi, lekin yaqin do'stlarimiz, qancha tadbirkorlarimiz inshaalloh o'z quvvatidan kelib chiqib agar ish taklif qiladigan bo'lsa, qancha do'stlarimiz o'sha qiynalib turgan odamlarni oilasi bag'rida ishlashiga sharoit yaratamiz. Ko'p narsani, arzon narsani qiymati bo'lmaydi. Shuning uchun inshaalloh biz o'zbeklar bo'lsin, tojiklar bo'lsin, qo'shni xalqlar bo'lsin, agar qiynalib bir joyda o'z qadrini, qiymatini topolmay turgan bo'lsa, hech o'ylamasinki, ularni orqasini suyab turadigan bir davlat yo'q, ularni o'ylamayotgan bir tadbirkorlar, xalq yo'q deb hech g'am qilmasinlar. Inshaalloh biz qo'limizdan kelguncha, qurbimiz yetguncha yordam berishga tayyormiz. Men do'stlarimiz, mana qadrdonlarimizni shu challenge deymizmi, taklif qilib qolardim. Hamma inshaalloh ishiga munosib deb topgan odamlarni chaqirib, inshaalloh mana kelayotgan oylarda, sovuqlarda oilasi bag'rida maza qilib ishlash uchun sharoit yaratib beraylik. Rosa birlashadigan vaqt keldi. Inshaalloh bittadir, ikkitadir, 3 ta bo'lsa ham ish o'rni yaratib, bir qozonni halol qaynashiga sababchi bo'ladigan bo'lsak, Allohim ajabmas, dunyo oxiratimizni obod qilib qo'ysa. Alloh siylasin, tadbirkor do'stlarimizni chorlab qolamiz. Kim shu ishga quvvatli desa, yaqinlarini bilsa, izohlarga yozib qo'ysinlarki, dalolat qilaylik. Dalolat qilgan shu ishni qilganni savobini oladi. Hurmat bilan Muhammad Alisher Qulov, rahmat.